Meni uxlayapti deb o'ylagan ota-onam kuch zalida yig'lab o'tirishardi. O'shanda ko'p vaqtim qolmaganini tushunib, bir qarorga keldim. Armonim qolmasligi uchun o'zim istagancha hayot kechira boshladim. Linzalar noqulay bo'lsa ham taqib ko'rdim. Tortni butunligicha birozdan paqas tushirdim. To'g'rida kim xalaqit berardi? Agar meni musiqa boshqargan bo'lsa, endi istaganimcha chalardim. Va yana faqat birgina yolg'on gapirdim. Kaori batariyani yoqtiradi. To'xta, nima? Hayron qoldingmi? Lekin buni aytganimdan xursandman. Axir aynan shu yolg'on bizni qayta uchrashtirdi. Sendan juda ko'p narsalarni so'ramoqchiman. Qo'rqyapman. O'lishni xohlamayman. Kosay! Iltimos ketma! Meni yolg'iz qoldirma! Iltimos ketma. Yana shirinliklar so'rab boshimni qotir. Vaqt o'tkazish uchun meni yana chaqir. Ketma! Iltimos, Kaori! Meni yolg'iz tashlab ketma!